Assalomu alaykum aziz kitobxonlar, aziz she'riyat muxlislari. Mana bir necha kundan keyin 28-dekabr O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni, xalqimizning suyukli, iste'dodli ijodkori Erkin Vohidovning 89 yillik tavallud ayyomi nishonlanadi. Erkin Vohidov 1936-yilda 28-dekabr kuni Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida tavallud topgan. Uning ijodi juda ham keng ko'lamli, iste'dodli, hayotiy va mazmun va ma'noga boy bo'lgan. Erkin Vohidovning asarlari har doim faxr bilan, sevinch bilan, hurmat bilan o'qib kelingan va bundan keyin ham Erkin Vohidovning ijodi hech qachon so'nmaydi. Uning xotirasi qalbimizda abadiy yashaydi. Men ham Erkin Vohidovning muxlisi sifatida ana shu shoirning ijodi bilan doim bahramand bo'lib kelaman. Shoirning 89 yillik tavallud ayyomiga o'zimning So'z Zabardast nomli she'rimni sizlarga havola etmoqchiman. Chin insoniy fazilatga boy kishi har jabhada komillikka erishar, elga yoqsa qilayotgan savobi katta kichik yo'llariga gul to'shar. Shoirmi u, shifokor yo muallim, qay kasbda ishlamasin hurmatda, yaxshilardan olsa odob ham ta'lim, baxt iqboli kular go'zal hayotda. Bir shoir bor, shoirlarning shoiri, o'zbek elini suygan aziz o'g'loni, Erkin Vohid kaftga qo'yib o'tgan u, so'z zabarjat, so'z oltini sultoni. Nazmdami, nasrdami betakror, satrlarni marjon kabi tizdi u, mehr bilan salmoqlanib har so'zni ma'nosini chaqib so'ngra yozdi u. Vatan mehrin joylab toza yurakka, madhin tildan qo'ymay qalam tebratdi, sabr bilan ijod qildi erinmay, har ko'ngilni sho'x bulbuldek sayratdi. O'z yurtini go'zal shahru qishlog'in, kelajagin ko'rdi jo'shqin qalb ila, sodda halol matmusaning hayotin, nodir so'zda ta'rifladi mehr ila. Toki umri tugab o'tib ketguncha, oltin meros, oltin dunyo qoldirdi. Goh she'rda, goh hajiv nasrda, muxlislarim yuraklarini yondirdi. Kun aylanar, tun aylanar, yil o'tar. Bu yil bir kam 90 yoshni qarshilab, davralarning eng to'ridan joy olib, dillar yana she'r zavqiga qondirar. Hayot bo'lsa qog'ozdan gul undirar. Joylaringiz jannatlardan so'rayman.